Hammaga birdek yoqadigan qarsildoq baqlajon va gulkaramli salat tayyorlaymiz. Shu usulda tayyorlangan baqlajon va gulkaram ancha paytgacha qarsildoqligini yo'qotmay turadi. Buning uchun gulkaramni maydalab olib, 10 daqiqa tuzli suvda qaynatib olamiz. Baqlajonlarimizni ham zebra ko'rinishda postadan artib, to'rtburchak shaklda to'g'rab, tuzli suvga solib 20 daqiqaga olib qo'yamiz. Qolgan kerakli mahsulotlarni Korzinka Go platformasidan zakaz qilardim. Mahsulotlaringiz 250 ming so'mdan oshsa, uyingizni eshigini tegigacha bepulga dostavka qilib berishadi. Hozirda Korzinka Go 2 yoshdaligi munosabati bilan 10-iyulgacha juda ham zo'r skidkalar ketyapti. Siz ham ulgurib qoling. Hamma mahsulotlarim ko'nglimdagidek cheklari bilan birgalikda keldi. Endi bemalol salatimni kliarini tayyorlash uchun un, kukuruzning kraxmal, tuz va suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kliarimizni quyuqroq massa qilib, avval baqlajonlarni kliariga, so'ngra panko suxariklariga belab olib, qizib turgan yog'da qizartirib pishirib olamiz. Gulkaramlarni ham shu usulda pishirib olamiz. Avval kliarga, so'ngra panko suxariklariga belab qizib turgan yog'imizda o'rtalovda pishirib olamiz. Salatlarni shu usulda tayyorlaganimizda anchagacha qarsildoqligini yo'qotmay turadi. Endi esa to'g'ralgan pomidor, kashnich barglari, mazali sousimiz kislo-sladkiy sousidan solib, qo'rib olingan kunjutlarni solamiz va aralashtirib, bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa saqlab olib, ushbu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Oling, siz ham yeb ko'ring.